Salom do'stlar, sizlar bilan men yana Boron. Bugungi videomizda ko'rib turganlaringizdek hozir biz menga tezlik effektini bergan biz artefakt va qishloqdagi uy hayvonlari modini sinab ko'ramiz. Ya'ni bu mod Bedrock'ga mos shuni sinab ko'rmoqchiman. Bizda turli uy hayvonlari bor. Mana Enderman, Creeper, Blaze, Fleece, keyin yana sovuq boshqa mashina olamiz. Keyin qolganlarini ham ko'rsatib o'taman. Ya'ni bu Enderman uy hayvoni nimaga qodir deb bo'lganda mana nima qiladi? Bu yerda o'z narsasi bor, yig'dida tepa qiladi. Mana blok bo'ldi, mana endi bu narsa yeb olish kerak. Keyingi Creeper uy hayvoni bu portlatadi. Mana hamma ko'rganda Blaze uy hayvoni effektini beradi, ya'ni olovda yonmaslik effektini beradi. Fleece uy hayvoni balandlikdan tushib ketsak ham bizga hech nima qilmaydi. Mana bemalol balandlikdan tushib ketsak ham hech nima qilmaydi bizga. Mana balandga sakrashsak ham bo'ladi bemalol. Mana ko'rib turganlaringizdek tovuq uy hayvoni bizga balandlikdan tushib ketganimizda effektini beradi, ya'ni sekin qulash effektini beradi. Bu Bedrock o'zida uy hayvonlari kamroq ekan. Men shuni tushundim. Bir 5-6 uy hayvoni bor ekan. Hozir hammasini olib ko'rsatdim sizlarga do'stlar. Uy hayvonlarni bu versiya 1.22. Bu versiyada Zmes bor. Zmes emasmi birinchi. Hemen sana oldu. Tezlikte Sonic John vardı şu an. Bırak. Sakra. Bırak. Özüm bıraktım ben. Hotep Minecraft. Kötülen rengi. Mana, oldu. Hemen. Sıkılıp yani üreteden o. Sıkılıp ko'rib turganlaringizdek biz lavaga tushib ketsak ham hech bo'la qilmaydi. Endi bular nima yeydi degan savol bor hammada, to'g'rimi? Bular nima qiladi degan, qanday kuchni to'ldirsak bo'ladi degan savol bor ko'pchilikda. Hozir ko'rsatib o'taman. Enderman mana buni yeydi, mana shuni bu yeydi. Porqni Creeper yeydi. Fleece'ni Fleece yeydi. Blaze maydalanganni bu yeydi. Porqni yana bu yeydi. Ko'proq porq yeydi. Bu narsa nima yeyishini bilmayman. Ko'rsatilmagan bu ham nima yeyishini bilmayman. Buni ham nima yeyishini bilmayman to'g'risi. Men shu 4 ta nima yeyishini bilaman asosiysi. Bo'ldi, qo'yaman. Bu emas. Keyin mana bu. Ya'ni spam point. Kravat uy hayvoni bizga spam point qo'yib beradi. Bu bo'yni joyda. Sizga boshqalar spam point. Mana set bo'ldi. Mana hozir ketamiz. Mana to'pini mana achta bajarilgan. To'pni qilamiz. Hop. Bu bosganda teleport bo'ladi. Bu ana Fleece hayvoni bizga balanddan tushib ketgan. Restoranlar jonim kam ketdi. Fleece hayvonining sharofati bilan men bo'lib ketdim. Mana shu spawn bo'ldim. Shuncha paytni qoldim. Ochdim nihoyat. Nima bor? Idishga olma bor ekan. Olma
mod degan ancha kuchli mod. Hattoki kun bilan tundan qo'yib nima bo'ldi. Endi nima uy hayvonini ko'rsatib o'tdim deb davom qiladi. Bugungi video tugadi do'stlar. Bugungi videom tugadi. Hammaga xayr. Shu modni qayerdan olishimiz mumkin degan savollarga Bax moddan olish mumkin. Bax akam meni Bax tanishmasmiz endi. Ishqilib ashaddiy muxlisiman. Shuni Telegram kanalida oldim, bemalol topishingiz mumkin. Bu versiyani qayerdan olamiz degan savollarga ham albatta Baxdan ololmaysizlar, chunki Bax anaqa qilmagan. Bu versiyani yuklashni keyingi o'rgatib o'taman. Biladiganlar biladi, bilmaydiganlar uchun hammaga xayr. Sizlar bilan men yana bo'ron bo'ldim. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Agar obuna bo'lmasanglar, mana shu kliplar bilan sizlarni portlatib o'raman. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr. Sizlar bilan men yana bo'ron bo'ldim.